Surunkali kola ichish natijasida buyraklarda tosh hosil bo'lishini bilarmidingiz? Keling ko'rib chiqamiz. Kola organizmga tushgandan keyin uning tarkibidagi fosfat kislotasi ichaklar orqali qonga so'riladi va qondagi fosfat ionlari ko'payishi kalsiy va fosfor balansini buzadi. Qonda sun'iy ravishda kamayib ketgan kalsiyni organizm suyaklardan oladi va bu suyaklar mo'rtlashishiga olib keladi. Fosfat ionlari qonda ko'payishi natijasida u qon orqali buyraklarga kelib, buyraklarda siydikka o'tadi. Siydikda ko'paygan fosfat ionlari kalsiy bilan birikib kristallarni hosil qiladi va siz kola ichishni to'xtatmasangiz va boshqa suyuqliklar ichmasangiz, bu kristallar kattalashib toshga aylanadi. Va bu fosfat ionlari siydikdagi pH miqdorini tushirib yuboradi. Bu degani siydik kislotali muhitga o'zgaradi. Kislotali muhit kalsiy oksalat va urat kislota toshlarini ham paydo qiladi. Agar siz hali ham kolani surunkali ichayotgan bo'lsangiz, mana shunday muammolarga tayyor turing va bu videoni surunkali kola ichadigan do'stingizga yuborib qo'ying. Bundanda qiziq va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun meni sahifamga obuna bo'ling.